Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi tadqiqot mavzuyimiz xalqaro ilmiy jurnallarda maqola chop etish va ushbu jarayonda maqola strukturasi va yuqori impact faktorli jurnallarning talablarini o'rganish. Demak, quyidagi 5 ta mavzular yo'nalishi bo'yicha bugun tadqiqotimizni ko'rib chiqamiz. Ilmiy maqolalar bu ilm-fan rivojining asosiy vositasi hisoblanadi. Ular orqali olimlar o'z tadqiqotlarini baham ko'radilar, tahlil qiladilar va ilmiy jamoatchilikka ko'rsatish uchun, namoyish qilish uchun beradilar. Impact factor bu jurnalning ta'sir doirasini ko'rsatib beruvchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Uning nufuzli jurnallar ayni paytda o'sha IMRAT tuzilmasi bo'yicha maqolalarni qabul qiladilar. Impact degani bu ta'sir, ya'ni har bir jurnalni o'zining impact faktori bo'ladi. Shu impact faktor orqali jurnal o'zining o'sha yo'nalishi bo'yicha ta'sir kuchini ko'rsatadi. Demak, IMRAT bo'yicha batafsil gaplashadigan bo'lsak, bu model ilmiy maqolalar uchun umumiy va xalqaro tan olingan tuzilma hisoblanadi. Bu model 4 asosiy qismdan iborat va ular quyidagilar: introduction, methodologies, results va discussionlar. Ushbu tuzilma maqolani tartibli, tushunarli va tekshiriladigan qilib belgilab oladi. Aksariyat impact faktorli jurnallar aynan shu maqolani yoki shu modelni talab qiladilar. Bugun biz ushbu model haqida bir ozgina qisqacha tahlil qilamiz va ularga qanday mazmun berish lozimligini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda IMRAT degan bir ibora bu qisqartma hisoblanadi. Ya'ni o'sha har bir IMRATdagi har bir so'z maqolani tuzilmasidagi har bir bo'linmani nomiga berilgan bosh harfidagi nomlar, ya'ni IMRATdagi I, introduction, methods, results and discussions. Demak, ushbu bo'limda muammo bayon etiladi, ya'ni introduction kirish qismida muammoni nima ekanligi bayon etiladi. Mazmuni, dolzarbligi, ilmiy bo'shliq va maqsad aniq ko'rsatib beriladi. Bu bo'lim o'quvchini, o'sha maqolani o'qiydigan tadqiqotni o'rganuvchisini ish mazmuni bilan tanishtiradi. Demak, shu bo'limda siz nima uchun bu mavzuni tadqiq etish kerakligini, demak, shu savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun so'nggi yillarda urbanizatsiya ortib bormoqda, ammo bu iqlimga qanday ta'sir qilayotganini yetarlicha o'rganilmagan degan bayoningiz bu demak mavzuga bir ozgina kirish hisoblanadi. Shuningdek, maqolada foydalanilgan asosiy adabiyotlar haqida ham qisqacha bayon etilishi kerak, ma'lumot berilishi kerak. Demak, metod qismida, ya'ni uslublar qismida sizning tadqiqot dizayningiz, ishtirokchilardan tashqari foydalanilgan asbob-uskunalar, tahlil qilingan metodologiyalar ochib berilishi kerak. Bu bo'limni o'qigan olim yoki tadqiqotchi sizning ish uslubingizdan ergashib yoki siz bayon qilgan ish uslubingiz, metodingizni takrorlagan holatda xuddi shu natijani olishi mumkin bo'lishi kerak. Demak, usullar bo'limida aniq,
batafsil va xolis yozilishi kerak. Masalan, statistik metodlar, tajriba usullari yoki intervyular, ularni formatlari to'liq bayon etish kerak. Bu qism bu qism maqolangizni ilmiy ishonchliligini kafolatlaydi albatta. Undan tashqari natijalar bo'limi uni qanday yoziladi? Bunda siz qanday ilmiy natija olganingiz izoh berishingiz kerak. Faqat raqamlar, jadval va grafik orqali topilmalaringizni, natijalaringizni bayon etishingiz kerak. Bu yerda obyektivlik muhim bo'ladi judayam. Misol uchun tajriba guruhidagi o'quvchilarning test natijalari nazorat guruhiga nisbatan 18% yuqori bo'ldi deb bayon qilish, ya'ni bu yerda qaysi guruh va qaysi guruhdan necha foiz yuqori yoki past bo'lganligini bayon qilishingiz kerak. Agar iloji bo'lsa vizual vositalar, diagrammalar, grafiklar orqali natijalarni tushunarli qilib ko'rsatish maqsadga muvofiq va bu tavsiya etiladi. Demak, oxirgidan bitta oldingi muhokama qismida, ya'ni oxirgidan bitta oldingi deganim foydalangan adabiyotlar yoki foydalangan tadqiqotlar ro'yxatidan avvali keladigan IMRATdagi eng oxirgi muhokama qismi, ya'ni discussion sizning ilmiy yondashuvingizni ko'rsatadigan asosiy qism hisoblanadi. Bu yerda siz natijalarni izohlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni natijani results qismida berdingiz, lekin izohlamagan bo'lishingiz kerak. Shu yerda oldingi tadqiqotlar bilan solishtirasiz shu muhokama qismida, ya'ni xuddiki muhokama qilasiz. Ya'ni siz olgan natija avvalgi olingan natijalardan nimasi bilan ustun ekanligini, demak siz bu yerda izohlab muhokama qilasiz. Hamda tadqiqot cheklovlarini ko'rsatasiz. Ya'ni siz qanday natijalar oldingiz va u natijalarda ham qandaydir cheklovlar bo'ldimi yoki sizda qandaydir olingan natijalarni yana ham yaxshilash imkoniyati bormi? Keyingi tadqiqotchilarga bir yo'l sifatida, bir tavsiya sifatida bir bo'shliqlarni, hali ham qolayotgan bo'shliqlarni bir urg'ulab ketishingiz yoki o'shalarga ishora berib ketishingiz tavsiya etiladi. Demak, asosiy savol nima bo'lishi mumkin? Topilmalar nimani anglatadi? Ya'ni siz olgan natijalar nimani anglatadi jamiyatda yoki ilmda yoki tajribada? Bundan tashqari kelajakdagi tadqiqotchilar uchun tavsiyalar ham berishingiz kerak. Muhokama qilishingiz kerak. Bu sizning ovozingiz bo'ladi, ya'ni sizning tahlilingiz. Siz o'sha maqolangizda jurnalni ma'lum bir sonida bergan o'sha ovozingiz bo'ladi, ya'ni shu natija shu yergacha yetib kelgan edi, bo'shliqlar mavjud edi va men shuni bo'shliqni mana buncha qismini to'ldirdim degan ma'noda. Shuning uchun ham bu qism original fikrlar bo'lishi kerak. Demak, yuqori impact faktorli jurnallar quyidagi mezonlarga alohida e'tibor beradilar. Demak, birinchisini aytadigan bo'lsak, tadqiqotning dolzarbligi va yangiligi, ilmiy metodlarning puxtaligi, demak, etik talablarni bajarilishi, yaxshi tilda yozilganligi, ya'ni u o'zbek yoki rus yoki ingliz tilida yozilayotgan bo'lsa, demak tilga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Tahrir sifati albatta. Demak, foydalangan manbalar, demak siz tadqiqotingizdagi bo'shliqlarni aniqlashda siz bo'shliqni aniqlash uchun qanday resursdan foydalandingiz? Ya'ni milliy kutubxonaga borib qaysi bo'limiga murojaat qildingiz yoki onlayn tadqiqotlarda
onlayn tadqiqotlarda demak siz Scopus yoki Web of Science ro'yxatdagi demak jurnallarni tahlil qildingizmi va u qaysi davrlarni belgilab, qaysi davrlarni ajratib olganligi, demak bu ham alohida ta'kidlab ketilishi kerak. Demak tuzilishi, yozilishi, uslubi va grafiklar xalqaro standartlarga mos bo'lishlari kerak. Bergan grafiklaringiz, bergan raqamlaringiz o'sha infografikadagi raqamlar ko'rinarli bo'lishi kerak. Demak, ular yaqqol yoki bir narsani tasvirlashi kerak, bir necha mazmunga ega bo'lmagan holatda. Bundan tashqari ilmiy maqolalar yozish bo'yicha muhim tavsiyalar, demak, haligida aytib o'tganimdek, grafik va format sifatiga e'tibor berishimiz kerak. Bular aniq ko'rinishi kerak, tiniq, ranglari batafsil bo'lishi kerak. Demak, siz foydalangan usullar judayam aniq bo'lishi kerak, puxta bo'lishi kerak. Siz o'sha foydalangan usullar va olingan natijalarni bayon qilishingizda yaxshi tildan foydalanishingiz kerak. Ya'ni o'zbek tilida demak hech avval foydalanilmagan so'zlardan emas, demak o'sha sohada o'sha natijalarni bayon qilishda olimlar foydalanib kelgan so'zlardan foydalanganingiz ma'qul bo'ladi. Agar ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa tilda ham, demak, misol uchun apostili bor. Apostilida demak natijalarni bayon qilishga qandaydir belgilangan tartibi mavjud. Demak, jurnal tanlashda ham bunda strategiyasi bor. Misol uchun sizni maqolangizni aynan shu maqolangizga mos bo'ladigan jurnalni topish juda ham yaxshi natija beradi. Ya'ni siz o'sha ilmiy yo'nalishni, ilmiy doiraga tashlagan bo'lasiz yoki ilmiy doirani topgan bo'lasiz. Ya'ni siz o'sha aynan siz tadqiq qilgan yo'nalishni ilmiy doirada ilmiy ishlar qiladigan yoki ilmiy maqolalar o'qiydigan hududni tanlagan bo'lasiz. Shu demak, misol uchun qaysidir bir jurnal yoki qaysidir jurnallar to'plami bir o'zini soha vakillarini jalb qiladi va o'sha mutaxassislar doim yangiliklarni o'sha jurnallardan qidiradi va o'shalarga ishonadi. Siz o'sha jurnalni topsangiz, demak, ilmiy tadqiqotchilarni doirasiga to'g'ri manzilli tushgan bo'lasiz. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, IMRAD modeli xalqaro tan olingan struktura, ilmiy maqolalarning qabul qilishi, demak, imkoniyatlari oshadi. Shu modeldan foydalansangiz, har bir bo'lim, bu IMRADdagi har bir bo'lim o'ziga xos maqsadga ega. Ushbu tuzilmani to'g'ri demak tushungan holda yozilgan maqola Impact Factory jurnallarida chop etish demak imkoniyatlari oshadi. Shuningdek, jurnal ko'rsatmalariga amal qilish, demak siz tanlagan jurnal o'zini bergan talablariga moslab, shabloniga moslab maqolani tayyorlashingiz, tahrir sifati va ilmiy yondashuv sizning asosiy demak kalitlaringiz hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida sizga yordam beradigan ba'zi bir manbalar mavjud. Bular demak Elsevier, Scopus, demak jurnal impact faktorlarini ko'radigan simagogr.com demak saytlari bor. Agar siz yozilgan maqolalaringizni IMRADga to'liq mos keladigan bo'lsa va jurnalingizga mos formatlagan bo'lsa, bu sizning muvaffaqiyatingiz garovi bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.